Zarnigor Nishonova ko'rish qobiliyati cheklangan bo'lsa-da, u o'qituvchi bo'lish orzusidan hech qachon voz kechmadi. Dastlab u Olmaliq shahridagi Inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qiladi. Olib borilgan sa'y-harakatlar va qo'llab-quvvatlashlar natijasida uning orzusi bugungi kunda ro'yobga chiqdi. U hozirda Olmaliq shahridagi 18-sonli umumta'lim maktabida o'quvchilarga tarbiya va tarix fanidan dars berib, ularning ma'naviy kamolotiga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. O'zbekiston Davlat Milliy universiteti tarix fakultetini tugatganman. Bundan tashqari O'zbekiston Xalqaro islom akademiyasi islom sivilizatsiyasi va tarix yo'nalishini tugatganman, magistratura bosqichini. Ish qidirib birmuncha tashkilotlarga, ya'ni maktablarga murojaat qilganimda birmuncha rad etilganman va kuz oylarida Inson ijtimoiy markazidan kelishdi uyimizga va o'sha holatni o'rganishdi, qaysi sohada ishlashim bilan qiziqishdi, nimani xohlashim bilan qiziqishdi. Noyabr oyiga kelib 18-sonli Olmaliq shahridagi 18-sonli maktabga ishga joylashdim. Ustozlar jamoasi ham meni juda yaxshi qabul qilishdi. Buning uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman va o'quvchilarim ham yaxshi qabul qilishdi. Darslarimizni iloji boricha qiziqarli o'tib berishga harakat qilaman. Yangi metodlar asosida qiziqarli o'tib berishga harakat qilaman va bu o'zim uchun ham juda zavqli jarayon hisoblanadi.